Oka, Abi. anaqa insof yo'qmi? Yo'q, hozir insof ro'zada ketyapti, aka tugab qolyapti. Voy, to'lib yotardi-yu. Ro'zadan oldin shunaqa edi, aka hozir polniy so'rayotdi. Ha, sezonda. Shunaqa. Ha, anaqachi, vijdonchi. Yo'q, u ham shunaqa aka uchib ketyapti. O'rniga maska bor olaman siz. Yo'q, maska o'zimda ham bor aka, rahmat. Xo'p, aka. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Hormon. Assalomu alaykum. Labbi aka keling. Okay. Sizda iymon yo'qmi? Yo'q, iymon aka. Do'konda sotiladigan narsa emas, aka. Yo'q. Mana men bu yerdan anaqa qiling, ko'chaning nari betiga o'tsangiz, ana yorug' joy turibdi, katta joy. O'sha yerda 5 mahal tekinga berishadi, aka. O'shani olasiz. Berishamigan, okay? Endi borsiz, berishadi, aka. O'zi borganmisiz o'zi hech so'raganmisiz? Tushunarli. Rahmat. 5 mahal tekinga, aka, polni. Assalomu alaykum. Rahmat. Keling, aka. Mehribonda. Mehr. Yo'q, aka. Hozir lekin topolmaysiz hech qayerdan. Agar uyda qarindoshlar orasida bo'lmasa, agar lekin ko'chada qo'ldan ham, boshqa odamdan ham topolmaysiz. Tiqilib yotardi-yu. Endi u oldinlar edi, aka, ancha oldinlar. Topolmayman hech qayerdan. Yo'q, zavod yopilib ketgan, aka. Ancha bo'lgan. Men o'zimizda ham tiqilib yotardi uyda. Serob payti olib chiqib hammaga tarqatinman deyman ham. Shunaqa, aka. O'zim zor bo'lib yuribman. Rahmat. Hop, aka, uzr. Ro'zalarni ham boshlab oldik endi bu yog'iga. O'rtoq, uzr, o'rtoq, ming bor uzr, atalab qilmadim o'rtoq. Mahfozsan, ha? Kechir o'rtoq, bilmasdan, bexosdan qildim. Kechir. Bo'pti endi. Ro'za nima deymiz? Xotinga aytamiz, kirmoshni tiqa toza bo'lsa kerak endi. Necha marta aytdim, shu kir mashina buzilgan, tuzatib bering deb. Yana qo'limda yurishimga to'g'ri keladi. Alo. Mehmonlarga keladiganmiz. Pilisos nima bo'ldi? Xotin, hozir shu zarilmi? Iftor qilyapman, qornim och. Yengga olib beraman shu plisosni. Teshlim. Achchiq. Nima o'tirdim? Xullas. Keyingi iftorlik mendan. Vaqtim yo'q, ishim chiqib qoldi, unaqa narsa demalaring. Joyiga odam boshiga pul to'lanadigan joy gaplashib qo'yganman. Nima yeymiz? Cho'tki go'sht yeymiz o'rtanu. Apparatlarda allambalo qilib pishirib beradi dedim-ku. O, ketadi. O'shandan yeymiz. Aytgandek, keyingi hafta Fozil xo'ja akam umradan kelyaptilar. 50 kishilik iftorlik deganlar. Bizani ham aytganlar, bormasa uyat bo'ladi. Bo'ldi. Qaysi Fozil aka? Zavod. Ha, bo'ldi, esladim, yaxshi. Bunaqada bahodan keyin meniki. Men o'zim cho'tki qilib iftor qilib beraman. Joy yo'qda shallagan. Zo'r. Kasonni uyaltirish yo'q, mendan bu iftorlik. Endi shuni Yo'q, mana bo'ldi. Ovqat olib kelursinmi? Ovqatsiz. Aystisidan ham aytib. Bo'ldi. Mazza yeymiz. Voy, assalomu alaykum Bahodir aka, yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Nima qilib o'tiribsan? Saharliga somsa pishirayotgandim. Gazimiz ishlamayapti-yu, mamonsini qo'yib yuborsam, olov o'chib qolyapti. Sizga aytdim-ku, ishlamayapti deb. Qanchadan beri o'tiribsan? 20 minutdan beri. Hozir 5 minutda pishib qoladi. 20 minutdan beri mashina ushlab o'tiribsanmi? Keyin men ushlab o'tiraman, ber. Yo'q, siz kiyimlaringizni almashtirib dam olavering. Bo'pti, hozir ushlaman. Tanlovingiz juda ham zo'r aka. 4 tala komfortkasi ham gazli bo'ladi, duxovkasi 65 litrli. Xudo xolasa uyaltirib qo'ymaydi, kenayinga yoqadigan variant, mazza qilib ishlatganlar. Bo'ladi, aka. Menga shunisi ma'qul. Shuni o'rab beraversan? Xo'p bo'ladi aka. Unda hujjatlarni rasmiylashtirib turaveraman. Xo'p aka, rahmat. Nima bo'ldi? Qani, mashina oldim. Zo'r ekan. Muslim qani? O'g'ri. Pulsa soat. Xullas bolalar kirmoshinani ko'rib vijdoni qiynalib ketdi. Kirmoshina emayli. O'sha kuni uyga borsam, xotinim gaz plita o'chib qolmasin deb ushab turgan ekan. 25 minut. Tasavvur qilyapsan? He, o'zichi mana 8-mart, yangi yil sovg'alar berishni bilamiz-ku. Ha. Mana shu Ramazonni ham hadya qilishni odat qilishimiz kerak. To'ppa. Bayram bo'lgandan zo'r bayram. Ketdi.
keyin baho Hop. iftorlik sanigaling edi. Hop, vaqtiga yetib olaylik. Men bola emasman. Iya, Bahodir. Tuzumsan, charchamasdan yaxshi ko'rding. Assalomu alaykum. Chiq o'rtoq. Yo'q, o'zing chiqur tepaga. Yo'q, cho'tka, keling. Tanishinglar, bu kursdoshim Bahodir, bular sinfdoshlarim Jasur, Muhammadjon. Yoshlikdan birga katta bo'lgan o'rtoqlarim. Halis yaxshi keldingizmi? Ha, rahmat. Okey. Labbek. Bitta narsada, kollejda qanaqa bola eding sizni? Ha, yaxshi bola edi, aka. Yo'q. Oka, ishonasizmi, mana shu 3 ta bola yoshlikdan qadrdon bo'lganmiz-da. Oqibat ertagacha o'rtoq. Ha, zo'r. Kollejiga kirdi-yu, aka, aynitdi shu bola. Chaqirsak qo'shilmaydi. Yo'q, choyxona desak qo'shilmaydi. Ha, desa darsdami, o'qishdami, ha, desa repetitordami. O'qidi-da, ko'rdingmi o'zing? O'rtoq, endi biz ham o'qidik-ku. Bilaman qanaqa o'qiganingni masalan. Bitta gap. Oka, buni o'qishi shart emas edi. Ha? Tohir akam o'g'li, hamma biladi, kelajak qilib qo'yil bo'lgan, bo'ri boyvachcha. Menga qara, aybi seni shu mehmon qilib chaqiryotganim, ovqatingni yesangchi bo'ldi. To'g'ri, o'rtoq gapirasan-da. Oka, e'tibor bermayman. Shunaqa o'zaro hazil qilamiz, e'tibor bermaysiz. Zo'r, aka, hammasi joyida. Aka, mana shu sizga soldim. Aka, o'zim sovurardim, qo'yavering, 600 ga qo'yavering, aka. Xizmat qildi, aka. O'rtog'im Saudada. Ha, shunaqa. So'zi. Ha, shunaqa. Hop, o'sha nima so'zi? Tillami? Ikki mashina olasiz. Yo, benzinmi? Yo, pul zavoddadir. Ya, akacha pul zavod emas lekin. Hali bor, aka. Oling, aka, nima qo'yib bering, nima ichasiz? Yo'q, bo'ldi, aka, mana shu so'ksam qo'yib beravering, bo'ladi. Anaqasi yuring, tutatib keladi. Yo'q, aka, men chakmayman. Yo'q, bo'ldi, yaxshi o'tiringlar, aka. Hop, bo'ldi, aka, rahmat. Xafa bo'lma, bolalar shuni hazillashadi-da. Menimcha bu hazil emas. Hasad. Noto'g'ri tushunmaganu. Xohlasang isbotlab beraman. Maza qilib o'tirdik-a? Rahmat lekin Muslimbek, erivordingiz. Xullas, bolalar, lavozimi ko'tarilgani o'zini yo'liga. Bugungi o'tirishimizning boshqa sababi ham bor edi. Qanaqa sabab? Tinchlikmi? Mashina oldim. Tabriklasanglar bo'ladi. Voy. Rostdan. Mashinam bor edi-yu. Yangisini bosib yubordim-da, ko'r. Nima u? Nima bundan olding? Biroz maslahatlashmaysanmi? Voy. Yursin, zo'r qilsan. Rahmat, o'rtoq. Bitta gap aytaman. U yoqda svarkalari, kuzovlari hammasi tayyor bo'lib kelyapti-da. Shuni o'zimizda 4 ta balonni qo'yishyapti, shuni odamlar sotib olishyapti. Sen maslahatlashmaysanmi? Ham moshinasi tanishlarni ham voy, sporlashmagan men bilan. Mana multimediyasi bor-u, u yoqdan tayyor taqilgan bo'lib kelyapti. Bular faqat nakleyka qilyapti bo'l. Bizda unaqa texnikalar yo'q buni qiladigan. Kraskasi ham zo'r emas. Ne, qo'lda sepishadimi? Biroz maslahatlashmabsan-da o'rtoq. Oka? Sog' bo'ling. Tabriklash o'rniga shuncha gap gapiribsizlar. Taksimiz kelgan, ketdi. Bo'pti, charchamang. Bo'pti, o'rtoq, ko'rishamiz. Mana, kaliting. Mendan xafa bo'lma, og'ayni.
Aytgan ishim bo'ldimi? O'zing ham ko'rding-ku. Ne, adem zavodda ishlashingni aytmading? Bunaqa odamlarga tushuntirib bo'lmaydi, o'rtoq. Rostdan o'zimizda chiqyapti. Xullas Bahodir aka, bir kunda 120 ta avtomobil ishlab chiqarmoqdamiz va hozirgi kunda lokalizatsion ko'rsatkichimiz 35% ga oshgan. 35% ham yomon natija emas-da, aka. Shunday. Xudo xolisa niyatni yaxshi qilsa, shuni 100% ga ham olib Xudo chiqishimiz xolasa. kerak. Bo'lmaydi bu. Boshqatdan qoq buni. Nimaga bu? Bo'lmaydi. Masa aql o'rgatgan. Menga ham kerakmi shu sovuqda ishlab, zaxda, vashi yo'qotgani o'zi. Qiynalyapsan. Qaysi ish oson? Hamma narsani o'zini mashaqqati bo'ladi. Mana sanday paytimda o'ynab kulgim kelgan bolam. Lekin men mehnatdan qochmaganman. Sabr qilganman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Men senga ishonaman. Shlagbaum turibdi, kira olmayman podezgacha davommi? Menga nima qizig'i bor shlagbaum bormi yo'qmi? Podezda atmetka qilganman. Inson nima tushunmaysiz? Podezgacha bo'lsa, men qanaqa kiraman davommi? Menga olib borasan kerak. Sen sirama menga. Pulingdan kerak emas, tush mashinada. Olib borasan kerak. Tush davommi? Ye, o'g'lim, o'zingni bos, ye. Ha bu vaqtinchalik qilib turgan ishingda shuncha asabingni buzasan. Ye. Hali hayoting davomida bunaqa odamlarni qanchasini ko'rasan? Har biriga bunaqa asab buzadigan bo'lsang, unda bo'lmaydi. Ehtiyotingni qil. Sabrli bo'l. Oldinda hali qiladigan ishlaring juda ko'p. Men senga ishonaman. O'labek hozirga assalom. Shu men oyliging. Xo'p, qara, yaxshilang. Kammi? O'g'lim. Senga oxirgi rusumdagi namoz ekan. Yoki dang'illama hovlini olib berishim mumkin. Bunga kuchim, qudratim yetadi. Lekin mana berganlarim ana bu qo'lingdagi oyligingdan qadri ancha past turadi. Sen bularni hammasiga o'zing erishasan. Men senga ishonaman. Bir sigaret bitti. Ichim nima bo'ldi? Asal bilan yana urushib qoldim. Obbo. To'ydan oldin shunaqa bo'lsa, to'ydan keyin nima qilasan-la? Yaxshi ko'raman-da og'ayni. Nima qiling, maslahat ber. Bilmadim. Qayerda ketdi u? Oyi. Assalomu alaykum. Ha, xursandsan, tinchlikmi? Sizga bitta kelin topdim. Voy. Ertaga olib bormasangiz bo'lmaydi. Voy, ertaga olib borganim bo'lsin. O'zim ham tushunmay qoldim. Onam borib ko'ndirib ham kelibdilar-da. Bab gaplashmayapti deyman. Mayli. Nima ham deymiz? Taqdirmas ekan-da. Ana shu nasibda o'rtoq. Voy qiz, es xushingni yig'ib ol. Oilasi baquvvatgina ekan. Ading aytdilar, ertaga uchrashuvga chiqasan. Tushundingmi? Men unda ko'nglim yo'q, oyi. Bo'ldi, soni ham to'g'ri, rasmiylari ham to'g'ri.
Tekshirib olgan bo'lsang bo'ldi ish qilib. Ha, tekshirdim. O'rtoq, xullas bitta gap. Ha? Shu ishni birga boshladik. O'rtoqlarning orasida baribir bitta kelishuv bo'lgani ham yaxshi. Shunga demoqchi bo'lganim, men bilan oxirigacha birlamisan? Yo, nima, menga ishonmayapsan? Ayo, bo'ldi, aka. Shuni aytganingiz o'zi hisob, aka. Kutamiz aka. Обязательно o'taman. Xo'p. Jasur. Fattohaga chaqiryaptilar ertaga. Uni ustiga ertaga tug'ilgan kunlari ekan akani. Kelamiz og'izdan tabriklab kelaman. Faqat men haftorligi pulni sen topshirib chiqishing kerak ertaga. Mana telefoningni qo'ygan, ha? Kelsang birga topshirarmiz. Yo'q, bosh qotirmagan o'rtoq. Vaqt soatida berish kerak hammaga, voy. Faqat uxlab qolma o'rtoq. Abed 12-1gacha uxlab yotmagan. Ha. Qara, ishondim senga. Ha. O'tdim ham ketdim. O'zingga qarab ketarsan. Voy. Uxlab qolma. Ha. Alo, assalomu alaykum, aka, tuzumsiz? Aka, Jasur olib borib berish kerak bugun. Hali ham bormadimi? Labay Jamshid aka, Jasur bordimi, yo'qmi? Borish kerak edi-yu shu paytgacha oldingizga, aka. Ko'tar. Fattoq aka, assalomu alaykum. Ayyomlaringiz muborak bo'lsin, aka. Ajayan telefon qilib aytdilar-yu. Yo'q, tug'ilgan kunim sentyabrda-yu. Tushunmadim lekin. Ko'tar. Ko'tar telefoningni! Qayerdasan? Qayerda yuribsan? Al aka. Mana qara. Tog'a keyin yomon o'xshatibording-a. O'xshagan bo'lsa bo'ldi aka. Fattoq akam ukalariman dedingmi? O'zingiz o'rgatgan hamma gapni aytdim aka. Fattoq akani o'zi bilmaydi bugun tug'ilgan kuni. Aka, berdingiz-ku. Ol. Rahmat. Mashinada bitta sumka to'la pul bor. Kamayib qolmaydi. Voy baho kecha. Aka, ichinglar. Aka, mana mashina olib turing. Sharoitim ko'ryapsiz, sal qiyin bo'lib turibdi o'zimga ham. Qochib ketayotgan joyim yo'q aka, hammasini qilib beraman. Uyim ham cho'tda mana aka. Bu ku mayli, xo'p.
Sherikchilik ishni nima bo'pti? O'sha pulni ham tezroq hal qilib bersalaring bo'lardi. Qanaqa sherikchilik aka? Mana beryapman. Jasur o'rtog'ing bor-ku, o'sha mendan olgan sherikchilik pullarini aytyapman. Sizlarning hamma bizneslaringga men pul tikkanman. Endi nima jinnini yo'qotsanlarmi? Aka, yegan lo'qmalarim harom bo'lib ketsin. O'g'il bola emasman aka. O'li agar xabarim yo'q bu narsadan. Aka, Jasur nima degan sizga? Tushundim masalani. Sizlarni o'qiyotgan ishlaring hammasi piramida qilgansanlar. Aka, yo'q unaqa demang. Bitta gap aytaman, agar bunaqa bo'ladigan bo'lsa, mashinistlar bilan ikkaloving ham ketasanlar. Ukam, senga bir hafta muhlat, bir haftada hamma narsani joy-joyiga qo'yib qo'y. Men senga ortiqcha gap gapiraman. Bo'pti, gaplashamiz. Iblos bola ekansan sen. Menga qara, qattiq yuribsan. O, sanida har kuni uyimga tegida odam bor. Tushunmasam shuni ishxonani nima qilib tashlading? O, iblos. Oray. Haydor xasta. Nafsini orqasidan ketding de og'ayni. Shoshilding de. Nimaga sovchi jo'natdingiz menga? O'zingni bos, o'tir gaplashib olamiz. Menga nimaga sovchi jo'natdingiz? Ha, alamzadasiz-da, ha? Erim mana sizdan olib qo'ydi. Biznesingiz yo'q bo'ldi, erim hamma pulingizni o'g'irlab ketdi. Shunga jo'natdingiz-da, ha? Ustimdan kuldingiz, to'g'rimi? O'zingni bos deyapman. Balkim erimni siz o'ldirgandirsiz. Og'zingga qarab gapirasan. Nima deyapsan? Sen chin emasmisan? Jasurni men o'ldirganim yo'q. Eringni o'sha paytda oldida Muslim degan bola o'ralashib yurgan. Hamma o'shandan gumon qilyapti. Qidiruvga berganman, nima qilay? Qani gaplaringizga isbot? Qani gaplaringizga isbot? Balki o'sha bolani ham siz yo'llaganmisiz erimni o'ldirish uchun, to'g'rimi? Ha? Isbotlang. Shuncha paytdan beri o'sha bolani umuman topolishgani yo'q. Hammasi sizni rejangiz bo'lgan. Erimni o'ldirish uchun sizni rejangiz bo'lgan. Ovozingni o'chir. Senga isbot kerakmi? Men senga isbotlab beraman. Ket hozir. Bor ket, nima qilib turibsan? Gaplarimni tushunyapsanmi sen? Haqiqat Mana qara, ko'zimga qara. Shahs aka. Hop, baho 1 minut. Hop, shundamasini tugatib oling. Tashqarida bo'lib turarman. Yo'q, turib, hozir 1 minut. Senga 1 hafta muhlat. Ko'pammas, kamammas, qanday tushunding? Ko'taral davay. Baho, jigar. Seni ham ko'radigan kun bor ekan-u. Hop. Kim bu? Shu odamni topish kerak aka. Topamiz. Topib bermasangiz bo'lmaydi. O'rtada vijdonim turibdi. Lekin katta ehtimol bilan O'zbekistonda emas. Qayerda bo'lsa topamiz. Sanjar! Пробейте парня, найдите по базе. Хорошо. И Колян сюда сделайте. Есть. Hop, hop. Endi bir boshdan gapir. Kim bu bola? Senga nima qildi? 1 minut. 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 1
Bekor shoshilgansan-da og'ayni. O'zing yonib ketganing yetmaganday meni ham hayotimni yoqib ketding. Jasur, hammasini tushuntirib beraman. Oldingi bekorga kelmadim. Chala qolgan ishim bor. Labbe aka. Topildi. Ofisga kel. Bo'ldi, hozir bo'laman. Qayerda ekan? Чемоданingni yig'. Shahzodaga kim bu o'zi? Ismi Nat. Mashta kelganda tanishib qoldim. Shu bola topib beradi bizga. ฉันรู้จักเขาได้เห็นเขาเดินอยู่แถวนี้ประมาณ 2-3 ปีที่แล้ว Nima? Ko'rganman deyapti. 3 yildan beri mana shu yerda. ถ้าเห็นเขาเดินอยู่แถวๆนี้ฉันสามารถจับเขาได้ไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ Bugun masu ertaga topib beradi bolalarim deyapti. Lekin topib beraman deyapti. Nima? Shaxs aka. Oh. Sizni ham yaqin do'stingiz bormi? Bor. Faqat bitta. 100% ishonasizmi unga? Yaxshi kunimda ham, yomon kunimda ham oldimda bo'lgan. Sotib ketmaydi, xiyonat qilmaydi, aldamaydi. Kim ekan? Men taniyman. O'zim. Yaxshi javob bo'ldi. Yashayver, sen ko'raverar ekansan. Shunaqa aka. O? Yes. Okay.
Thank you. Bye. Ish bitdi? Topishibdimi? Ketdik. Qayerda ekan? Yur. Bu menga qara. Jasurni sen o'ldirdingmi? Ha? Tan olasam? Jasur o'ldi. Men o'ldirdim. Nima qilasan? Qamatasanmi? Qamat. Ahvolini qarang, aka buni. Kriza. Erta O'zbekistonga bilet gaplashganki bo'ldi, qaytamiz. Topdik-ku, tifarra. O'rmaysan o'zing. Chochib tashlading-ku. O'lmaydi. O'ldirib qo'yma. O'ligini olib ketish qiyinroq bo'ladi. Tura. Og'a, suvda ich. Rahmat. Ko'tarmayaptimi? Cho'ta ko'tarmayapti. Men o'zim chiqib tusha qolaman, aka 5 minut kutib turing, iltimos. Tez tushaman. Menga qara, ozgina sabr qil, iltimos sendan, ozgina sabr qil. Shahzodaga tezroq haydang, aka, iltimos. Asal, menga qara, iltimos. O'zing yosh Asal. Asal, menga qara. Iltimos. Men muslimni topdim, Asal. Men muslimni topdim, bo'ldi. Hammasini bilib keldim, iltimos, faqat o'lib qolma, iltimos sendan, Asal, iltimos. İltimos, Hasan! 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 Shahzodaga ko'zini ochmayapti! Gel! Gel! Alo. Jasur aka, ana aytgan qizingiz masalasini hal qildim. Ulgurdingmi? Xafa qilyapsiz aka. Faqat Muslim mushab olib kelishibdi. Xabaringiz bormi? Ichkarida tanish bor-ku. Tushundim aka, hal qilamiz.
boshqa pora olmayman. Shu oxirgisi. Bolalar, mana shu oxirgi ichishim bo'ldi. Bundan keyin taqataq yig'ishtiraman. Mashina uchun ham bitta ko'tarish kerak. Qani. Mash oxirgisi. Keyin to'g'ri yo'lga qaytaman. Turasizmi? Baqirmay eshik ochib turibdi. Aka, iltimos, shu temani hal qilib bermasangiz bo'lmaydi. Bu pora emas, bu hadya aka. Shu oxirgisi. Ertaga kelasan, o'zim telefon qilaman. Mana mashinasi rostdan oxirgisi bo'lsin. Bo'ldi. Chiviylik. Bo'ldi, hamchi muammo. Keyingi safar pulni tirezib yuramiz. Mashina olaylik. Oldik. Shu oxirgi ko'rishimiz bo'la qolsa, maylimi? Keyin sen ham men ham o'zimiz yo'limizda ketamiz. Unutamiz hammasini. Rostdan shu oxirgisi. O'g'il bolaga boshqa olmayman. Rostdan mana shu oxirgi ichishim, oxirgisi. Shu oxirgisi boshqa kelmayman. Ha, keldim. Chiqoraymi? Bo'ldi. Mana shu oxirgisi. Odam matmaga yana olsam, yer yutsin. Oxirgisi! Men shu oxirgi kelishim boshqa kelmayman. Hammasida sizni barmog'ingiz tasdiqlandi. Shu oxirgisi edi. Shu oxirgisi ham shunaqa bo'ladimi? Oxirgisi devdimmi? Oka, yana bir marta analiz topshirib ko'ray. 4 marta analiz topshirdik. Foydasi yo'q. Chekka qo'yamiz endi. O'zi yig'ishtirib yuborish kerak. Oxirgisi. Bo'ldi qilay. Ana u oxirgisi deb o'lib ketdi oxiri. Yaxshi narsalar haqida gaplashaylik. Ana sog'lik, salomatlik, baxt, Olaqo. Ha, nima uchun ursansan? Dasini ishini o'xshatib beryotgandim. Botirib oladigan joy chiqib qoldi, o'xshatib yubordim-da. Mana o'zimniki bu ishxonani puli. Iftorlik bugun manna. Xatga olib boring, nima yeging kelyapti? Keyin men unga aytolman-da, undan keyin nima qilyapsan? Bashsharingga sani. Deymanmi, haydashni bilmaydi. Bo'ldi hali. Nagi libosini qara. Mana aka, bu yoqda hamma hisob kitoblarni kirgizganman. Xudo xohlasa shu bo'yicha ishlasak 6 oyda qutulib ketamiz. Bo'ldi, shu yerda. To'g'rimi, Moho? Mayli aka. Mana, bunisini ko'ring. Oila butunmasda, xullas. Botmani sinisi qaytib keldi-da, o'zini hayoti nima bo'ldi? Aka, menga tag'in anu kuni adasi kelib, hayot haqida notasiya o'qiyotdilar amaki. Men aytkim keladi, aka. Bratan, uyingizni oilangizga bundoq bir e'tibor tashlab qo'ying desangizda, aka. Sen ham ro'za tutuvmiding? Ha, voy. Men hali biron marta qoldirganim yo'q. Ha, sen diyetadasan deb o'ylayman. Nima deganing? To'xta. Menga qara. Ro'za bu faqat ochlikdan iborat emas. Sen bugun kun bo'yi ovqat yemading xolos. Qolgan hamma ishni qilding. Bunaqa och yurib o'zingni qiynashing hech kimga kerak emas. Bugun iftorlik mendan. Ana qarang, oq sheram bo'ladimi? Bu sher emas, bolam, bu oq yo'lbars. Mana bu yoqqa yozib qo'yibdi. Qara, juda ham noyob. Dunyo bo'yicha 130 ta zooparkda bor ekan. Men senga hali oq sherlarni ham ko'rsataman. Ada? Ha. Ayoq ham bormi? Ayo, sher, tulki, bo'ri, xullas hammasiga olib boraman. Yur ketdik. Ada? Bu qanaqa hayvonlar? Bular o'g'lim juda ham xavfli hayvonlar. Boyaga ayiq, sher bor edi-ku. Ularni qorni ochsa, senga hujum qilishi mumkin. Lekin bularning qorni to'q bo'lsa ham xavfli.
o'zini nafsini yo'lida hech narsadan qaytmaydi. Shundaymi bolam? Ularning kasali yuqumli bo'ladi. Ehtiyot bo'lish kerak. Xo'pmi? Menga pul berib turlaring, pul berib turlaring. Biz ertaga qaytaraman, xo'pmi? Javob, pul berib tur. Puling bormi? To'ymanga chiqib ketasan. Seni o'ladi, sen chiqib ketasan. Chiqib ketasan. Kimni? Katta farzandingizdan chiqib ketasan. Akajon, nohaqlik bo'lsa ham, pora berib bo'lsa ham xalq qilamiz aka. Siz xohlami? Bo'ldi, qamatib olish kerakmi? Aka, muammo yo'q, biz ustasiz-ku. Nechini bo'lyapsiz? Sizni bo'lyapsiz? Yo'q, sizni bo'lyapsiz. Qanday tashlab ketdingiz bo'lyapsiz? Sizni bo'lyapsizmi? Yo'q, meni bo'lyapman. Gapimni eshit o'g'lim. Farishtani aqli bor, nafsi yo'q. Hayvonda bo'lsa nafsi bo'ladi, aqli yo'q. Insonda bo'lsa ikkalasi ham bor. Bular o'sha nafsini orqasidan ketganlar. Tushundingmi meni? Ketdikmi?